Bu yil o'zbek shoirasi Zulfiya xonim tavalludining 110 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan joylarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Zulfiya Isroilova taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan mehnatkash, sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavor kurashgan ayol. O'zbek xalqining sadoqat va vafo timsoli bo'lgan shoiraning tavalludiga bu yil 110 yil bo'ladi. Shu munosabat bilan Jizzax shahridagi Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda ijod maktabi o'quvchilari, shoirlar va Zulfiya xonimning yaqin qarindoshlari ishtirok etishdi. Dastlab doira sadolari ostida mehmon kutib olindi. Bugun ijod maktabida katta shodiyona adabiyot bayrami desak mubolag'a bo'lmaydi. Zulfiya xonimni izdoshlari bo'lmish, akalarining nabiralari bo'lmish Gulchehra Umar va hamda Zulfiya xonimning shogirdlari Qutlubek Rahimboyeva bugun ijod maktabiga tashrif buyurdilar. Albatta bu tashrif birinchisi emas, lekin o'quvchilarimiz bilan aynan Zulfiya xonimni ibratli hayot yo'llari, ularning o'sha adabiy merosini yana ham shakllantirish bo'yicha bugun bir ijodiy dildan suhbat bo'lmoqda. O'quvchilarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishmoqda. O'ylaymizki, Zulfiya xonim singari sharq ayolining timsolini, ijodiy faoliyatini biz yoshlarimizga ibrat maktabi sifatida targ'ib etsak shunchalik oz. Shu safarli mana shu yilda Zulfiya xonimni 110 yoshlari, ya'ni o'sha yubiley yoshlari yurtimizda keng nishonlanadi. Shu sababli ijod maktabida Zulfiya vafo kuychisi deb nomlangan ijodiy tanlov ham e'lon qilganmiz va ushbu ijodiy tanlovda barcha ijod maktablarini o'quvchilari faol ishtirok etishmoqda. Chingiz Aytmatov asaridan sahnalashtirilgan Nayman ona spektakli yosh ijodkorlar tomonidan mahorat bilan ijro qilindi. Bu spektakl orqali manqurtlik va uning salbiy illatlari o'tgan va hozirgi davr muhiti bilan ochib berildi. Biz o'quvchilarda chiqishlarini ko'rdik. Men eng ayniqsa ta'sirlanganim o'quvchilar o'sha Chingiz Aytmatovning asrga tatuvlik kun asaridan o'sha butun dunyoga mashhur Nayman ona bilan bog'liq joyni sahnalashtirishibdi. Bolalar juda ham tushunishib, aytmoqchi bo'lgan fikrni har bitta xatti-harakatini aytmoqchi bo'lgan fikrlarni yetkazib, juda ham bir chiroyli qilib ijro qilib berishdi. Ta'sirlandim nihoyatda. Bolalarimiz agar shu zombilik nima, manqurtlik nima, millatning agar farzandlarining boshiga manqurtlik tushadigan bo'lsa, qanaqa fojialar yuz beradi, shularni tushunib ijro etganiga juda suyundim. Demak, bu ijod maktabida juda talantli bolalar o'qishyapti, talantli bolalar ta'lim olishyapti, ustozlari ularga kerakli bilimlarni beryapti. Nazm Gulshani Tugarak o'quvchilar tomonidan o'qilgan she'rlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbir davomida so'z olganlar Zulfiya hayoti va ijodiga to'xtalib, shoiradan qolgan boy adabiy va ilmiy meros o'zbek xalqining adabiy boyligi ekanligini ta'kidlashdi. Mehmonlar tomonidan ishtirokchilarga esdalik sovg'alari topshirilib, yosh ijodkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi.